Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Trampning yangi bayonoti G'arbda g'azab uyg'otdi. Janubiy-sharqiy Norvegiya universiteti professori Glenn Dizon AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiya haqidagi bayonotidan so'ng Yevropaning qanchalik AQShga qaram bo'lib qolganini ta'kidladi. Yevropa o'zini AQShga haddan tashqari bog'lab qo'ydi. Rossiya va Xitoyni esa dushmanga aylantirdi. Endi esa AQSh Yevropani talashni boshladi, deyiladi postda. AQSh prezidenti Rossiya va Xitoy kemalari go'yoki orol atrofida faol harakat qilayotgani sababli Grenlandiya AQShga kerak ekanligini Venesuela rahbari Nikolas Maduroning qo'lga olinishidan so'ng qisqa vaqt o'tib aytgan edi. New York sudi Venesuela prezidenti ishi bo'yicha ilk sud majlisini yakunladi. Unga narkoterrorchilik bilan bog'liq fitna, kokain kontrabandasi, pulemyotlar va portlovchi qurilmalarni saqlash hamda ularni AQShga qarshi qo'llash uchun fitna ayblovlari qo'yilgan bo'lib, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Maduro esa aybini tan olmadi. Sud jarayonlari davom etadi. AQSh prezidenti Donald Trump Venesueladagi harbiy operatsiyadan keyin AQShga Grenlandiya ham zarur ekanini ma'lum qildi. Bizga Grenlandiya mutlaqo kerak, dedi u Atlantic jurnaliga bergan intervyusida va Grenlandiya hududi go'yoki Rossiya va Xitoy kemalari bilan o'ralganini qo'shimcha qildi. Trump bir necha bor Grenlandiya Qo'shma Shtatlarining bir qismiga aylanishi kerakligini takrorlagan. U orolning milliy xavfsizlik va erkin dunyoni, jumladan Xitoy va Rossiyadan himoya qilish nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega ekanini ta'kidlagan. Daniya avtonomiyasining sobiq bosh vaziri Mute Egede esa orol hech qachon sotilmasligini aytgan. Shunga qaramay, AQSh prezidenti Grenlandiya ustidan nazorat o'rnatish uchun harbiy kuch ishlatmaslikka va'da berishdan bosh tortgan. 1953-yilgacha Grenlandiya Daniya mustamlakasi bo'lgan. U hozir ham qirollik tarkibida qolmoqda, biroq 2009-yilda o'zini o'zi boshqarish huquqini va ichki siyosatini mustaqil belgilash imkoniyatini olgan. Oq uy ma'muriyati rahbari o'rinbosari Steven Millerning rafiqasi X ijtimoiy tarmog'ida Grenlandiya xaritasini AQSh bayrog'i ranglarida joylab, ostiga tez orada degan yozuvni qoldirgan. AQShga Venesuela nefti kerak emas, dedi Rubio. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Venesuela prezidenti Nikolas Maduroning qo'lga olinganidan so'ng Qo'shma Shtatlarga Venesuela nefti kerak emasligini, biroq uni AQShning raqiblari nazoratiga berishga yo'l qo'yib bo'lmasligini aytdi. Bizga Venesuela nefti kerak emas, Qo'shma Shtatlarda o'zimizning neftimiz yetarli. Ammo biz Venesuela neft sanoati AQShning dushmanlari tomonidan nazorat qilinishiga yo'l qo'ymaymiz. Xitoyga ularning nefti nima uchun kerak? Rossiya va Erongacha nima uchun kerak? Ular hatto bu qit'ada joylashmagan. Bu g'arbiy yarim shar. Bu biz yashaydigan hudud, dedi Rubio NBC telekanaliga bergan intervyusida. AQSh prezidenti Donald Trump 3-yanvar kuni Qo'shma Shtatlar Venesuelaga kuchli zarba berganini, Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Silvia Flores qo'lga olinib, mamlakatdan olib chiqilganini ma'lum qilgan edi. Ommaviy axborot vositalari Caracasda portlashlar bo'lgani haqida xabar berdi va operatsiyani AQShning Delta Force elita bo'linmasi jangchilari amalga oshirganini ta'kidladi. Venesuela rasmiylari Maduroning qayerda ekanidan bexabar ekanini aytib, uning tirik ekanini tasdiqlashni talab qildi. Keyinchalik Trump AQSh kemasida Maduro tasvirlangan fotosuratni e'lon qildi. AQSh kongressidagi bir qator kongressmenlar operatsiyani noqonuniy deb atadi. Ma'muriyat esa Maduroning sud oldida javob berishini bildirdi. Venesuela Tashqi ishlar vazirligi Washington harakatlari yuzasidan xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish niyatini ma'lum qilib, BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini talab qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Venesuela xalqi bilan birdamligini bildirdi. Moskva Maduroning rafiqasi bilan birga AQShning agressiv harakatlari natijasida zo'rlik bilan mamlakatdan olib chiqilgani haqidagi xabarlardan jiddiy xavotirda ekanini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Maduroni va uning rafiqasini
huquqini ozod qilishga hamda Venesuela atrofidagi vaziyatni yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Pekin ham Moskva ortidan Maduroni va uning rafiqasini zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi AQSh harakatlari xalqaro huquq va xalqaro munosabatlarning asosiy me'yorlarini buzishini, shuningdek BMT nizomining maqsad va tamoyillariga zid ekanini ta'kidladi. KXDR Tashqi ishlar vazirligi ham AQShning Venesuelaga nisbatan zo'ravonligini qat'iy qoralab, Washington harakatlarini suverenitet va xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.